ishon shunaqa xursandman. Sen ne xursandmassan? Men oyjonni o'ylayapman. Endi nima bo'ladi? Dada, endi xudo xolasa bolam o'g'il bo'lsa aytgan ismingizni qo'yar ekanmiz-da. Zaynat, o'g'limga qo'yaman. Shunda meni o'g'lim amakisidan katta bo'ladimi? Sinfdosh bo'lishadi, bitta sinfga beramiz. Ya g'alati-yu, qo'ni qo'shnilar, mahalladagilar eng yomon qudalaringiz nima deydi? Mana deydi. Qudam hali ham tetik ekan deydi. Dadasi, qulpini yegim kelyapti. Boshlandi. Oyijon, men internetda ko'rdim. Homilador ayollarga asabiylashish, hayajonlanish mumkin emas. Ha, yo'g'i, biz qayerdan ham bilamiz, tug'ib ko'rmagan bo'lsak, sizni ham yeringizni layli olib kelib tashlaganda. O'rtoq, tabriklayman, yangilik bor ekan-ku. Ha, xudo xolasa ota bo'laman. Yo, biz seni emas, ukangga aytyapmiz. He, qo'shni? Ha, ukalik bo'layapman, bo'ldimi? Menga nima baqirasan? Xola-xol so'rayapman. Ucha qulplar qancha ekan? 500 ming aka. Dadasi, Tinchlikmi? dovchi yegim kelyapti. Nima ekandim men? Ertalab olib kelib beraman. Hozir yegim kelyapti. Dovutcha bahorda bo'ladi-yu, keyin yarim kechasi qayerdan topaman? O'zim uchun emas, bolangiz uchun-ku. Qayerga ketasan? Dada qo'rqitib yuborishga tavba qildim. Keliningiz dovutchi yegisi kelibdi. Ha, ketdi, sho'rbadan nima olamiz? Ha, dada. Hayda. Bo'pti, o'g'lim, keling, yaxshi qolinglar-a. Ey dada, qayerga ketyapsizlar? Ammo ko'zingga o'lamay o'lgur, Munisani ko'p kuzatibdi, Argentinada tug'aman deyapti. Muchachos, ahora no